Uni qora atirgul deyshadi. Narxi esa bitta samolyotdan ham qimmat. Bu mashina emas, bu 30 million dollarlik san'at asari. Butun dunyoda faqat bir dona bor. Bu shunchaki boylik emas, bu tarix. Tanishing, Rolls-Royce LaRosse Noah Droptail. Hozir dunyoda eng qimmat mashina hisoblanadi. U butunlay qo'l mehnati bilan yasalgan. Faqat bitta superboy uchun yaratilgan. Narxi 30 million dollar. Ammo bu mashinani ajratib turadigan jihatlari: salon ichida 1603 dona qo'l bilan kesilgan yog'och bo'lagi bor. Ularning har biri qora atirgul bargidan ilhomlangan. Endi tomosha qiling. Tashqi rangi quyosh nur ostida qoramtir qizildan qora tusga o'zgaradi. Xuddi haqiqiy atirgul singari. Panel o'rtasida odumi pige soati joylashtirilgan. O'zi alohida 500 ming dollar turadi. Kapot ostida esa 6.75 litrli V12 twin turbo dvigateli. Lekin u tezlik uchun emas, jimlik va hashamat uchun yaratilgan. Bu mashina nusxalanmaydi. Sotuvda yo'q, faqat bitta odam uchun bitta orzuning mahsuli. Xo'sh, sizning fikringizcha bu 30 million dollarlik mashina kimga tegishli? Agar bilsangiz kommentariyada yozib qoldiring.